Zamonaviy Instagramdagi tillardan biri men ko'rib ajoyib hayron qoldim. Meni lookimga ahamiyat bering. Lookim, meni kroksim, shortigim, meni lookim. O'zini zamonaviy qilib ko'rsatgilari keladi. Chekkadan qaragan odam ko'ti bilan kuladi, bo'ladi. Lookim, bilach. Biz kichkinaligimizda qishlog'imizda mana shunaqa chichib o'tirardik. Bunaqalarga men o'zbek tilida dars beraman. Birinchisi look emas, tashqi ko'rinish deyish mumkin yoki kiyimim yoki tashqi qiyofam, onasini emsin. Look, bilat. To'g'risini aytinglar, akalar, opalar, bitta menda shunaqa chuvство bo'lyaptimi? Ya'ni shunaqangi proaktivni yo har bir videoga rosa emotsional yondashyapmanmi? Ani chiqdi-yu bir ikkitasi. Ocholmayapman qopog'imni, yordam ber. deb qopog'ini ocholmayapti 40 santimetrli tinnag'i bilan. Mana shu yerda bitta savol tug'iladi. Shunaqa uzun tinnag'i bo'ladigan bo'lsa, ko'tini qanaqa qilib yuvadi ekan? По-любому tinnag'ini orasida bo'qlari qolib ketib, bir целая вселенная mikrob rivojlanib turgandir u yerda. Chetda turib mana oddiy bir trakchi bo'lib, men akalar shu narsalar videolarda ko'rib, men ispanskiy stid испытывать qilyapman. Endi более такой elitniy уровеньdagi odamlar bu videolar ko'rib, odamlarimiz qanaqangi darajada onasini emsin degradatsiya bo'lib ketganini ko'rib, qusib yorishmayap turganiga hayronman. Lookimga baho bering. Lookimga